tushunmadim. Siz kimsiz o'zi? Nega sizni gaplaringizga ishonishim kerak? Aytyapman-ku. Men bu oilani 5 qo'limday bilaman. Xo'p, qayoqdan bilasiz? Kimsiz? Qo'shnisimisiz, qarindoshimisiz? O'zi, nega endi bu gaplarni kelib menga aytyapsiz? A? Kuygan yuragimni battar kuydirib. Xolajon, men shunchaki sizga achinganimdan gapiryapman. Vijdonim qiynalgandan kelib aytyapman. Agar imkon bo'lsa, qizingizni u uydan olib keting. Kechirasiz. Siz o'zi kimsiz? Men ham shunga hayronman. Boyabdan beri kimligini aytmaydi. Faqat Samirani u yoqdan olib ketinglar, qiynalib ketdi deydi. Men esimni tanibmanki, o'sha uyda xizmatkor bo'lib ishlayman. Bu oilani har bir a'zosini 5 qo'limday yaxshi bilaman. Masalan, Ikrom aka juda bag'rikeng, diyonatli inson, lekin oilasi uchun har qanaqa ishga tayyor. Misol uchun o'ylab netib o'tirmay, sizni bunday qizingizni majruh o'g'illariga kelin qilib olib berdilar-yu. Ayollari Farida opa bo'lsa, ulardan 5 battar yomon. Akbarni desa jonini beradi. Bu hayotda ular uchun Akbardan boshqa hech narsa muhim emas. Butun dunyo yonib ketmaydimi? Akbar kayfiyati yaxshi bo'lsa bo'ldi. To'g'ri, yakkayu yagona farzandi. Buning ustiga nogiron. Har bir ona uni o'rnida shunaqa mehribon bo'lardi. Lekin odam bunchalik egoist bo'lmaydi-ku. Qolganlarni ham o'ylash kerak, to'g'rimi? Xo'p, keyinchi u uyda yakkayu yagona adolatli inson bu Shohrux aka. Har qanday mavzuda ularga ishonsa bo'ladi. Qo'ying, shu gapni. Qanaqasiga Shohrukka ishonsa bo'ladi? O'sha yaramas kuyovizman deb aldab, meni qizimni olib chiqib ketdi. Bilasizmi shuni? Bilaman. Lekin bunga tog'asi majbur qilgan. Mayli, nima bo'lsa ham, sizlar endi bir umr qizingizni o'sha xonadonda yashashiga rozi bo'lyapsizlarmi? Hoy qiz, biz shundoq ham sen aytgan gaplarni juda ham yaxshi bilamiz. Bo'ladigan gaplardan gapir. Nima demoqchisan? To'g'ri tushuning, opa. Seningiz u uyda nafaqat nogiron er bilan, balki qilichidan qon tomadigan qaynona bilan yashayapti. Akbar aka-ku yosh boladay gap. Qizingizga zarar bermaydi. Lekin Farida opa baloni o'zginasi. Xo'p, lekin sen kelib bizga nega bu gaplarni aytyapsan? Farida opa, ahvolingiz yaxshimi? Rahmat, bo'ladi. Akbarjon hali o'zlariga kelmadilarmi? Yo'q hali. Oldilarida u kim bormi? Yoki o'zim kirib o'tiraymi? Yo'q. Kelin tepasida o'tiribdi. Bu kelinlarga ishonib bo'lar ekanmi? Uzr Farida opa. Ochig'i, men shu kelindan biroz ranjiyman-da. Bilasiz, Akbarjonni o'z o'g'limdek ko'raman. Aslida bo'ya to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Avval Akbarjon ancha baquvvat edi. Oxirgi paytlarda o'zlarini ancha oldirib qo'ydilar. Hammasi asabdan. Ha endi ertalabdan kechgacha oldingizda bir odam yig'lab o'tiraversa, ham tobiz qochib qoladi-yu, to'g'rimi? Qo'ygin. Shunda ham o'zi zo'rg'a o'tiribman. Shunchaki sizga ichim achib ketyapti-da, Farida opa. Bilasiz, sizga juda havas qilganman. Juda bir dono,
uyim joyim deydigan ayolsiz. Ikrom akaniyamchi shu darajaga chiqishga siz sababchisiz. Lekin shu ikkala keliningiz ham sizga hech o'xshamadi-da. Ikkita kelinim? Gapir. Qisqasi, avval Akbar akaga men qaraganman. Xo'sh, Aniqrog'i, kollejni bitirgandan keyin ham hamshirasi, ham shifokori, xizmatkori ham o'zim bo'lganman. Ularni juda ham yaxshi bilaman. keyinchi nega hozir u yerda emassan? Akbar akani fe'llari juda ham og'ir. Men sizlarga to'g'risini aytaman. Bir kuni ularga tarsaki tushirib yubordim. Keyin Farida opa meni haydab yubordilar. Shuncha yillik xizmatimga ham qarab o'tirishmadi. Ha, to'g'ri qipti. Nimaga urasan? O'zi uni Xudo urib qo'ygan bo'lsa. Opa, hamma shunaqa achinadi unga. Lekin uni juda ham yomon odatlari bor. Ba'zi-ba'zida qizlarga tashlanib qoladi. Voy xudoyim, astag'firulloh. Nima? Juda ham suyuq. Hammani oldida bir bechoragina bo'lib o'tiradi. Kim uni ko'rsa, unga yordam bergisi keladi. Lekin yolg'iz qolganimizda darrov hayvonga aylanadi. Bor kuchi bilan menga yopishib, kiyimlarimni yirtib tashlagan paytlari ham bo'lgan. Astag'firulloh, astag'firulloh. Aytganini qilmasa, kaltaklaydi ham. Voy, To'g'risi, men ham oxirdan qaytarib tarsaki tushirib yubordim unga. Ishonavering, hol shunchaki nogiron emas. Ajalli qo'liga olib borib bergansiz. Bir kelganda u yoq-buyog'ini tekshirib ko'ring. Ko'karib ketgandir bechora. Men ham shuncha kun chidab yurgandim. Lekin baribir vijdonim yo'l qo'ymadi. Men ahvolimga tushmasin deb kelib aytyapman. voy. Tag'in ham o'zinglar bilasizlar. Shunaqa degin. Qanaqa ikkita kelinim? Shu Samiraxon bilan Shirinxonni aytayapman. Uni ham kelin qilmoqchi edi shekilli. Hali bu noma'lum narsa-ku. Yo'q, Farida opa. Xo'jayin Shirinxon bilan gaplashdilar. Menimcha tez kunda sizni ham sovchilikka jo'natsalar kerak. Shunaqa degan. Lekin sizni ham ichingizdagini bilib turibman. Doktor qizni kelin qilsam, Akbarjonni o'z akasidek ko'rib davolaydi, tuzatib oyoqqa turg'izadi deb o'ylayapsiz-da. Ammo bularni hammasi xom xayolmi deyman-da. Nimaga unaqa deyapsan? Shu yerda bo'lgandan keyin beminnatgina qaraydi-da. Qarashga-ku qarar. Lekin shu paytgacha nimani epladi? E'tibor bergan bo'lsangiz, Akbarjonni tobi qochishida ham shu qiz aybi bor. Molaja deb har kuni mashq qildiradi. Akbarjonni qiynab sakratadimi, yugurtiradimi? Voy, ishlamagan, qotib qolgan qo'lni baqirtirib qimirlatadi. Akbarjon bajargisi kelmasa ham, og'riqdan chinqirib baqirsa ham qo'ymasdan hammasini qildiradi. To'g'rimi? Ha, buncha og'riqdan keyin Akbarjon qandoq chidasin? Bu yoqda keliningizni dardi, janjal. Voy, u yoqda-ku Shirinni bosimli muolajalari. Bu turishda ikkalasi Akbarjonni boshini yeydi-yu. Oyjon, uzr, sizda gapim bor edi. Voy, men ishlarimni qila qolay. Jalol. Ey Jalol. Qadda. Jalol. Labay xo'jayin. Sen jinnimisan?
Nima qilganing bu? Uzr aka. Karmisan? Labbay debmi, yo yo'talib qo'ysang bo'lmaydimi? Qilgan qilig'ingni qara, uka. Uzr aka. Nima? Voy, uzr xo'jayin demoqchi edim. Bas qil boschiligingni. Menga qara. Shoh keldimi yo'qmi? Yo'q, kelmadilar. Jonga tegdi shu ham. Nima endi yalinib yurishim kerakmi? Nima joningga tegdi? Og'ayni yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Seni kutib turgandim. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Nima deyotganding? Shu haligi Gapiring aka. Nega bo'ldingiz? San jim o'tirgin. Ne kattalarni gapiga burningni siqasan? Sanam cho'zavermasdan gapir, nima bo'ldi? Shu Anvarni aytaman-da. Kechadan beri muammo qilgan. Mana militsiyaga ham tushib o'tiribdi. Endi chiqara olmay yuribman. Hali ham qo'yib yuborishmadimi? Yo'q-da. Nimaga? Kel og'ayni. Shuni ichkarida gaplashaylik. Yur. Yomonam tulkida shu Farxo aka. Mayli, jim yuravering. Baribir bir kunmas bir kun qo'lga tushadi. Nima gap kelin? Gapiring. Oyijon, haligi bilaman hozir mavrid emas. Lekin dadamlarnikiga bugun opamlar kelgan ekan. Shunga qo'ng'iroq qilib, Nima? Sizni ham chaqirishyaptimi? Gapiring. ha. Bir kel, seni ko'ray sog'indim deyotdilar. Biz chaqirdilarmi yo oyijoningizmi? Yo'q, oyim bilan gaplashganim yo'q. Opam chaqirdilar. Tushunarli. Demak, oyijoningiz opangizga qo'ng'iroq qildirgan. Yo'q, oyijon. Oyimlar umuman unaqa odam emaslar. Gaplar bo'lsa, darrov o'zlari telefon qilib aytadilar. Yo'q, uzr. Bilmas ekanman-da oyijoningizni. Xo'p. Siz nima dedingiz? Men oyijondan so'rab ko'raman degandim. Mendan nimani so'raysiz? O'zingiz aqlingiz yetmadimi? Nimaga oyijon? Nimaga bo'lardi? Uyni shu ahvolda tashlab ketaverasizmi? Eriza ahvoli bu bo'lsa. Hattoki o'g'lim o'ziga ham kelgani yo'q. Nima? Shu darajada befarqmisiz? Shunchalik o'g'limni yomon ko'rasizmi? Hali ko'zini ochmadi. Xudo biladi. Ochadimi yo'qmi? O'g'lim o'lim to'shagida yotibdi. Yo'q, oyijon. Unaqa demang. Nimaga unaqa deysiz? Nima deyishim kerak? Necha soat o'tdi. Lekin o'g'lim hali ham uyg'onmadi. Siz bo'lsangiz, uyimga boraman, ko'raman deysiz. Siz bo'lsangiz, uyimga boraman, ko'raman deysiz. Boring, keting. Umuman kelmang. Unaqa demang, oyijon. Uzr, kechirasiz. Men shunchaki kechiring, oyijon. Gapir, nima gap? Nima gapligini o'zim ham bilmayman. Tayinli bir javob berishmayapti. Nimaga javob berishmaydi? Nimada ayblanyapti? Nimaga qo'yib yuborishmaydi? So'ramadingmi? So'radim. Hali tergov tugagani yo'q deyishyapti. Qanaqasiga tugamaydi? U nima jinoyat qilibdiki 2 kun tergov bo'ladi? Men ham shunga hayronman-da. Hech kim tuzuq quruq javob bermaydi. Anvarni o'zi bilan gaplashmadingmi? Ha, avvaliga yoniga kiritishmadi. Keyin bir amallab ruxsat olib kirdim. Xo'sh. U ham hayron. Dorini kimdan olganingni aytmasang, qo'yib yubormaymiz deyishayotgan ekan. Dori? Qanaqasiga? Bunisini bilmadim. Menga qara, sen tanish bilishlaring ko'p-ku. Qo'ng'iroqlashib bilchi, o'sha yerda qolib ketmasin, bu yaramas.
Yaxshi qoling. Rahmat senga singlim. Arzimaydi. Faqat bitta iltimosim bor. Men kelganimni ular eshitishmasin. Bo'lmasa boshim ketadi. Xavotir olma. Sen haqingda ularga aytmaymiz. Xo'p. Tezroq borib, sininglarni olib kelinglar. Bo'lmasam, o'zingizlar afsuslanasizlar. Xo'p, albatta olib kelamiz. Senga rahmat. Mayli. Xo'p, Yaxshi bor. qoling. Xo'p. Ha, oyi. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Ha, bezovta qilmadimmi? Qayerdasan? Men haligi ko'chada edim. O'zingizchi? Men hozir xonimning yonidan chiqdim. Shunaqangi qayradimki, asta qo'yaverasan. Kimni qayradingiz, oyi? Nega qayraysiz? Voy, kimi bo'lardi? Farida xonimida? Kimga qarshi qayradingiz yana? Qiziqsan-a, qizim? Shu Shirin bilan Samiraga qarshida? Yo'q, qanday qilib? Yo'lini topdim-da. O'ylab qarasamchi, nafaqat Shirin, balki Samira ham bizga xalaqit berar ekan. Shu ikkalasidan qutulsak, keyin bir amallab seni qaytarib olib kelardik. Men ham shunga Qaytarib olib kelardik. Men ham shunga Ana uyga bordingmi? Ha. Kelishga majbur bo'ldim. Nega borasan? Voy, esing joyidami? Nima qilding? Gapir. Oyi, shuni sal turib gaplashaylik-a. Shundoq ham juda ham charchadim, maylimi? Yo'q. Yo'q dedim. Sal turibmas. Hozir aytasan. Oyi, iltimos. Bir boshdan aytib beraman deyapman-ku. Yomon narsa emas. Men ham yaxshigina qayrab chiqdim. Unda menga qara. Kechqurunmi, ertaga ertalabmi, o'shanda gaplashamiz. Tushundingmi? Xo'p. Uydagi vaziyat yaxshi emas. Xo'p, ojon, xo'p, tushundim. Ehtiyot bo'lgin, qizim. Xo'p, oyi. Bo'pti. Men bir Akbardan xabar olaychi. Ha, o'g'lim, yaxshi keldingmi? Ha, oyi, keldim. Nimaga bunaqa payt ishdan kelmasding-ku? Hozir ish ko'nglimga sig'armidi, oyi? Yana nima bo'ldi? Ne asabiysan? Ana u Akbar o'lmabdi, oyi. Mana shunga asabiylashyapman. Nima? Nimaga o'lmaydi? Siz nima qizil gapirasiz, ha? Men qayoqdan bilaman buni? Singling o'zi ukol qilibdimi unga? Menimcha qilmagan. Qanaqasiga qilmagan? Singling bilan gaplashganimda ahvoli og'ir hozir edi-ku. Oyjon ukol qilganida o'lgan bo'lardi. Allaqachon o'lgan bo'lardi. Menga qara. Agar ukolsa, unda nimaga uni ahvoli og'ir yomon dedi? Bunisini bil. Oyi, bu qizingiz nimadir qilib bizni aldayapti. Qo'ysangchi. O'zi Shirin bilan gaplashdingmi, bolam? Gaplashdim. Xo'sh, nima dedi? U menga hammasini aytganingizdek qildim dedi. Lekin unday bo'lganda Akbar allaqachon o'lgan bo'lardi. U bergan doriga sog' odam tirik qolishi dargumon edi. Xo'p. Menga qara, shunda sani ukoling ta'sir qilmagan, deyaptimi? Shunga yaqin gap qildi. Shirin unga to'liq ukol qilmadimikin? Yoki umuman ukol qilmadimikin unga? Nima deb o'ylaysan? To'g'risi bilmayman. Menimcha ukolni oxirigacha qilmagan. Yoki ukoldan keyin unga qarshi dori berganmi? Qanaqasiga? To'g'risi boshim qotib qoldi. Ko'tarsang-chi endi. Namuncha bu odamni battar xavotirga qo'ymasa-ya. Labbay opa. Nega telefoning Ovozsiz turgan ekan. Nega ovozsiz turadi?
yoki nima, u qamat telefon ishlatishi ham mumkin emas ekanmi? Yo'q, opa, unaqa emas. Nimaga unaqa deysiz? To'g'rida uyini qamoqxonadan nima farqi bor? Ha, nima dey boshqa? Nima qilding? Uyga kelyapsanmi? Yo'q, opa, men bora olmayman. Nega kela olmaysan? Oyjon ruxsat bermadilar. Tushunmadim, Samira. Nima, sen u yoqda tutqullikda yashayapsanmi? Yo'q, opa, unaqa emas. Unda nega ruxsat bermaydi? Opa, Akbar akani mazalari yo'q deb aytdim-ku sizga. Shundoq ham so'raganimga uyalib qoldim o'zi. Rostinamda qanaqa qil bilan shohvolda tashab ketishim mumkin? Asabimga tegmagin. Seni ering bir umr kasal bo'lsa, hech tog' vaqti bo'lganmi o'zi uningni? Sen nima, uyda bir umr chirib o'tiraverasanmi? Ko'p gapni ko'paytirurma, tezroq kel. Nimalar deyapsiz, opa? Axir sizga aytayapman-ku, ruxsat berishmadi deb. O, menga qara. Telefonni qaynonangga olib bor. Men o'zim so'rayman. Qo'y, siz-chi endi oshirib yuboryapsiz. Olib bor. Samira, men jiddiy aytayapman. Olib bor o'sha telefonni. Bo'lmasa hozir oyimdan raqamlarini olaman-da o'zim qo'ng'iroq qilaman. Opa, iltimos. Meni battar sharmanda qilmang. Shundoq ham uyalib qoldim deyapman. Nimasiga uyalasan, a? O'zim borib olib kelaman lekin. Opa, shu bugun menga indamay turing. Vaziyat yomon deyapman-ku sizga. Bo'pti, telefon o'chiryapman. Akbar akam doktorlar kelgan. Oldilariga kirmasam bo'lmaydi. Kim? Ana oyimni dugonasimi? Ha, o'sha. Bo'pti, opa, o'chiryapman. Oyi. Oyi. Xo'sh, nima deysiz? Ahvoli yomon emas. Lekin juda ham toliqqan. Yaxshi bo'lsa, nimaga ko'zini ochmayapti? Nimaga o'ziga kelmayapti bolam? Aytayapman-ku, allaqachon hammasi joyida. U shunchaki hozir uxlayapti. O'ziga kelgan, u yana uxlagan. Faqat sizlar sezmay qolgansizlar. Men sizga yonidan ketmang demomidim. Uzr oyjon. Endi u qachongacha uxlaydi? Indamang. Qancha ko'p uxlasa, shuncha yaxshi. Ayniqsa, asablari juda charchagan. Singlim, siz bugun erta mashqlarni qildirmaganingiz yaxshi. Yana 1-2 kun. Meni tushundingiz-a? Xo'p. Aslida bemor bu mashqlarni o'z xohishi istagi bilan bajarish kerak. Hozir esa Akbar hatto ko'zini ochishni ham istamayapti. Balki kimlarnidir ko'rgisi ham kelmayotgandir. Kimni ko'rishni istamaydi? Menimcha, kelinni ham 1-2 kunga uyiga jo'natganinglar ma'qul. Nega? Oxirgi paytda hamma muammolar, tashvishlar Samira bilan bog'liq bo'lgan. Urush janjallar, dilxiraliklar sabab Akbarjon ancha o'zini oldirib qo'ygan. Vaqtincha unga xotinini ko'rsatmay tursangiz, o'sha janjallarni eslamaydi. Bu tezroq tuzalib, oyoqqa turishiga yordam beradi. Yana ham o'zingizlar bilasizlar. Mayli. Hozir o'sha yerda ekan deyapman-ku. Nima qilish kerak o'sha yerda bo'lsa? Foydalanib qo'ng'iroq qiling. Nimadan foydalanmoqchisan? Voy, qo'ng'iroq qilib gaplashing. Balki u Samirani uydan olib chiqib ketishga yordam berar. Tavba. Telbamsa u qanaqa qilib olib chiqib ketadi? Bilmasam, biror yo'lini qilib Samirani olib chiqib ket, olib kel dersiz, nimadir dersiz. Bo'lmagan gaplarni gapirmasang-chi. Bekorga Gullolani oldida sharmanda bo'lamiz. Nega sharmanda bo'lasiz? Ha, Gullol opa yaqin dugonangiz-ku. Aynan. O'sha yaqin bo'lgani uchun o'shanga aytkim kelmayapti. Yo tavba, sizga umuman tushunib bo'lmaydi, oyi. Yo'q. Hozir senga tushunib bo'lmayapti. Qaynonasi, qaynotasi qo'ymayotgan bo'lsa, o'zimiz borib olib kela olmasak, u doktor, g'irt begona odam nima qila oladi? Xo'p. Akbarga yaxshi bo'ladi deb aldaydimi
Nimadir qilsin oyi? Nima? Shunda er xotin alohida yashab tursa, Akbar tezroq tuzaladi deb aytsammi? Balki shunaqa der, bilmasam. Siz u bilan gaplashing. O'zlari biror nima o'ylab Tuganay, toparlar. tuganay deysan, singlim u. Bo'ling, telefon qiling oyi, ketib qolmasin. Bo'lmasa aytib qo'y, o'zim olib chiqib qudalaringizni dabdalasini chiqarib, singlim o'zim olib kelaman. O'zi asabim buzilib O'zingni turibdi. bos. Mayli, rahmat sizga. Arzimaydi. Akbarjonga ehtiyot bo'linglar. Xo'p, yana keling, xo'p? Xo'p. Alo? Assalomu alaykum, yaxshimisiz Gullola? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat, bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Yoningizda hech kim yo'qmi? Yo'q. Bemalol gapiravering. Haligi qudamnikiga borgan ekansiz. Ha, kelgandim. Hozir chiqib ketdim. Voy xudoyim. Ulgurmadiga. Nega darrov chiqib ketasiz-a? Ana nogiron tekshirdingizmi? Tekshirdim. Endi ishimni bajarib chiqyapman-da, opa. O'tirmayman-ku yerda. Gullolajon, Samira qizimni aldab, bir amallab o'sha yerdan olib chiqib keting. Uyga mehmonga chaqirgandik. Qaynonasi ruxsat bermabdi. Ha, Samirami? Xavotir olmang. Siz so'ragan narsani allaqachon qilib qo'ydim. Nima? Qanaqasiga? Ha, endi yuraklarimiz yaqinda. Kechadan beri sizni dardingizni his qilyapman, opa. Shunga qo'limdan kelgancha harakat qildim. Nima qildingiz, Gullola? Akbarni biroz tob yo'q ekan. O'ziga kelsin, Samirani biroz muddatga ko'rmay tursin deb aytdim. Endi yolg'onimni Alloh kechirsin. O'lmasam, rostdanmi? Ha, O'zi xayolimdagi gapni aytibsiz. ha, gapirmang. Men qo'limdan kelganini qildim. Qolganini endi bilmadim. Agar ruxsat berishsa boradi. Bo'lmasa, o'zingiz biror yo'lini qilib olib ketasiz. Xo'p. Rahmat Gullolajon, rahmat. Arzimaydi. Baraka toping. Bolalarni olib keling, mehmon qilaman. Gaplashamiz. Mayli. Xayr. Bechora. Qanday ayol edi. Holatlarini qaranglar. Mayli. Hech kimni boshiga tushmasin bu savdo. U allaqachon biz unga aytmoqchi bo'lgan gapni aytib bo'libdi. Zo'r bo'pti. Qoyil qoldim, oyi. Baraka topsinlar. Juda ham uddabaron ayol ekan. Voy. Nimasini aytasan? Endi hamma gap Ikrom akada. Xotinidan o'tib ruxsat bersa, bugun singling keladi. Bo'lmasa, yana bilmadim. Oyi. Shunga ham ruxsat bermasa bormi? O'zim borib olib kelaman singlimni. Sabr qilib tur. O'zingni bosib tur. Dadang eshitib qolmasinlar. Qizim, siz ham ezilib ketdingiz. Agar istasangiz, bugun borib uydagilaringizni ko'rib keling. Bemalol ota-onangiz oldida bir necha kun dam olib kelsangiz bo'ladi. Yo'q, dadajon. Sizlarni bu ahvolda tashlab qanday ketaman? Bizni ahvolimizga nima qilibdi? Hammasi joyida. Siz xavotir olmang. Akbarjonni bu muammosi bor edi. Siz buni tashvishini qilmang. Biz siz ham o'zimiz shu paytgacha eplab kelganmiz. Siz bemalol borib uydagilaringizni ko'rib keling. Uydagilaringiz bizdan ranjib ketishgan edi. Bizdan xafa bo'lishgan. Mayli-ku, dadajon. Lekin baribir ketolmasam kerak.
Nimaga ketamiz? Haligi oyijon sal avval oyijondan borib kelay deb ruxsat so'ragan. Javob bermagan edilar. Ishlaymi? Nima haqida gaplashib o'tiribsizlar, kelin? Endi sizni boshingiz tiryaptimi bu? Ha, kelin? Siz hech gapga ko'nmas ekansiz-a? Men ruxsat bermaganimga dadajoningizdan ruxsat so'rayapsizmi? Yo'q, oyijon. Ha, o'zim ruxsat beryapman kelinga. Kelin, siz tayyorgarchiligingizni ko'ravering. Oyijoningiz bilan men o'zim gaplashib qo'yaman. Xo'p bo'ladi, dadajon. Akbar xonasidagi suvlarni ichish kerak. Menga bera qoling. Rahmat. Siz ketmadingizmi? Yo'q, qayoqqa ketaman? Voy, uyda hech kim qolmasin, hamma ketsin deyshti-yu. Qachon? Kim shunaqa dedi? Xo'jayin aytdilar. Hozir kelini ham uyga jo'natishadi. Menimcha siz ham ketganingiz ma'qul. Men ham ketsam, Akbarga kim qaraydi? Qo'ying, va o'zimiz ham qarab olamiz. Xavotir olmang. Siz-chi o'zingiz hech hurmatingizni bilmas ekansiz. Voy tavba, bu nima deganingiz? Yana boshladingizmi tushunarsiz g'alati gaplaringizni? Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Shunchaki hali ular sizga aytishmadi. Lekinchi Faridaxon baribir ham sizni ketavering deb jo'natib yoradilar. Axir doktor aytdi-yu, sizni mashqlaringiz Akbarjon uchun zarar keltirayotgan ekan. Unaqa demadilar. Hozircha bajarmasdan turish kerak dedilar. Baribir emasmi? Nima qilasiz? Shu xonimni ko'ziga yomon ko'rinib, undan ko'ra uyingizga borib 1-2 kun dam olib keling. Ketmasangiz ham baribir o'zlari jo'natib yorishadi. Shunchaki hurmatingiz borida o'zingiz keting deyapman-da. Yana o'zingiz bilasiz. Nimaga? Nimalar bo'lyapti o'zi? Hech narsa bo'layotgani yo'q. Boya uyimga ketaman deb ruxsat so'ragandi. Bormaysiz dedim. Nimaga bormaysan deding? Bemahalda uyga borishni pishirib qo'yibdimi dadasi? Undan ko'ra ana ishlarini qilsin. Ey xotin. Uyingda shuncha xizmatkor bor. Nima, kelininga kuning qoldimi? Yo'q, dadasi. Gap o'ylani ishlarida emas. O'zi Akbarjonni tobi bo'lmasa, endi shu payt shu keliningiz ketaman deydi. O'g'lingni tobi bo'lmayotgan bo'lsa, bu bechora nima qilib beradi? Qo'ysangizchi dadasi, xotini-ku. Issiq sovug'iga, kiyimiga qarab o'tirish kerak-ku dadasi. Menga qara xotin. Sen juda ham oshirib yuboryapsan. Bu yerda seni o'g'lingga qaraydigan odam ko'p. Arzimagan narsaga hadib kelinni urishib ranjitib yurmagin. Shundoq ham o'zi bizni xonadonda u bechora zo'rg'a yuribdi. Nima? Siz unga hozir baribir ruxsat beryapsizmi? Ha, ruxsat beraman. Borsin uyiga. Ota-onasini ko'rib kelsin. Yo'q dadasi. Unaqa qilib bo'lmaydi. Kelin hech qayerga ketmaydi. Menga qara. Ha. Biz endi anum bilan ovora bo'lib qolamiz. Ishxonaga o'zing yaxshilab qaragin, tushundingmi? Mijoz ko'ngli qarash kerak. Savdo tushib ketaversa, Shohruh bizni haydab yoradi. Ana undan keyin ko'chada qolamiz, kelamiz. Men ko'chada qolaman deb aytavering. Axir men Toshkentlik bo'lsam, ha uyim shu yerda-yu. Hey. Hozir bir turib boshingcha. Xo'p aka, bu hazillashdim. Tushundim aka, tushundim. Mayli aka, tushundim. Men bilan to'g'rilashib to'g'ri yozib tashagansan. Ha.
Nima gap og'ayni? Hozir uni masalasi juda ham qattiq nazoratga olingan deyapti. Xo'p. Shunda endi Anvarni qo'yib yuborishmas ekanmi? Qo'yib yuborishar ekan. Qonun bo'yicha uni sababsiz ushlab turishlariga haqlari yo'q ekan. Xo'p, nima dedi? Yordam berishar ekanmi? Shunchaki maslahatlashdim. Unda nima qilamiz og'ayni? Yur, mahkamaga borib kelaylik. Yaxshi borib keling. Gaplarimni tushundingmi? Tarjimasdan tez qil. Xo'p. Juda ezmada shu odam. Xotin, seni esing joyidami? Sen haddingdan oshib ketmayapsanmi? Yo'q dadasi, uzr. Lekin borini gapiryapman-da. Uni jo'natmasligimiz kerak. Nega jo'natmaysan? Uni bir umr mana shu uyda qamab o'tirasan-ku. Yo'q, qamamaymiz. Lekin hozir qaltis vaziyat-ku. Ota-onasi hali hovurdan tushgani yo'q. Shuning uchun ham borsin deyapman. Qizlarini ko'rsin, biroz hovurdan tushsin. Axir u bechoralarni biz qancha azobga qo'ydik. Qo'ying. Ularga rahmingiz kelmasin. Hozir azobda qolayotgan bizmiz. Mana, ularning qizlari to'ppa-tuzuk. Tirjayib yuribdi. Malikalardek yashayapti. Bizning o'g'limiz qiynalyapti dedi. Bas qil. Seni o'g'lining kim bo'lishida ularning nima aybi bor? Xo'p. Lekin hozir ketsa, qaytib kelmasa-chi? Keladi. Onasi ruxsat bermaydi. Avval faqat onasi qarshi edi. Hozir ana otasi ham qo'shildi. Hammalari bizga qarshi. Ishoning dadasi. Hozir agar ketib qolsa, u qaytib kelmaydi. Agar keliningni o'zi xohlasa, qaytib keladi. Xohlamasa-chi? Xohlamasa, bunaqa kelinni keragi yo'q. Nima qilasan? O'g'lingni oldiga uni yomon ko'radigan, undan nafratlanadigan odamlarni yig'ib. Bilib qo'y, kelinga qanchalik ta'ziq o'tkazsang, shunchalik uni ich-ichidan dushmanlik tutadi. Shundan keyin nima, o'g'lingga yaxshi qarirmidi? Dadajon, men bo'ldim, ketaversam bo'ladimi? Ha, qizim. Ketavering. Ha, tashqarida haydovchi kutib turibdi. Ehtiyot bo'linglar. Keyin bizdan qudalarimizga ham salom deb qo'ying. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Ojon, ketaveringmi? Boravering qizim, boravering. Ha? Ertaga yo'q, qaytib keling. Xo'p bo'ladi ojon. Yaxshi o'tiringlar. O'g'lim, nima bo'lyapti senga? Nimaga betoqatsan? Bu qizingizni qilayotgan ishi meni asabimni buzyapti. U nima qildi senga? Na menga bir tayinli gap aytadi, na bir ishni tayinli qiladi. Sen u yerda Shirinni vaziyati hozir qanaqaligini yaxshi bilmaysan-ku? Sen ham bilmaysan, men ham bilmayman. Kutishdan boshqa ilojimiz yo'q, kutamiz. Yo'q, menga endi bu yoqqa toqatim yetmaydi. Xullas ketishim kerak. Shoshma, yerga borasan. Menga qara, yana Ikrom uyga borib yurma. Oyjon, siz Hoy bola, sen hadda boraversang, bizani fosh qilib qo'yasan. Xo'p, unda men uyda bekor o'tiraveraymi? Sen hozir Ikrom uyiga borib, o'zingni o'rniga meni qo'yib ko'r, qanaqa xavotirda o'tiraman. Oyjon, siz xavotir olmang bo'ldi. Xo'pmi? Bu nima deganing?
Sen ham farzandimsan. Ashaddiy dushmanimni uyga borasani qanday xavotir olmayman? Men uyga kirmayman. Shunchaki singlimni chaqirib olib, bafurja gaplashib olaman. Yo'q. Bormaysan. Oyijon, bu nima deganingiz? Bormasam bo'lmaydi, ichim siqilib ketyapti. Bormaysan. Qizishib ketyapman. Yorilib ketaman hozir. Hozircha Shiringa tegmay turamiz. Tushuntira oldimmi? U yerda hozir vaziyat juda ham og'ir. Nimaga tushunmaysan oddiy narsani? Xo'p, mayli. Unda nima qilishimiz kerak? Gapiring. Sabr qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Xo'p, siz aytgancha bo'lsin. Lekin men hozir biror yerga borib ko'ngil yozib kelmasam bo'lmaydi. Uyda siqilib ketyapman. Menga qara, hushyor bo'l. Yana borib yurma. Xo'p. Qani bolalar. Balandroq ko'taringlar qo'linglarni. Zumrad telefoning. Zumrad. Alo, Zumrad. Eshityapsanmi meni? Gapirsang-chi, dadangning mazasi bo'lmay qoldi. Zumrad. Ha? Senga telefon bo'layapti. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Bilmasam gaplash. Alo, eshitaman. Kim bu? Alo, men Adham akam qo'shning. Assalomu alaykum Adham aka, yaxshimisiz? Kelinoyim yaxshimilar? Keyin so'rashasan. Hozir tez uyingga kel, dadangning mazasi bo'lmay qoldi. Tez yordam olib ketamiz deyshim. Nima? Dadam? Amakimga biron nima bo'ptimi? Ha, dadang toblari bo'lmay qoldi. Ko'chaga chiqmoqchi bo'lgan ekanlar. Zinadan tushayotib, charchab yiqilib qoldi. Keyin tez yordam chaqir. Tez. Xo'p aka, rahmat. Hozir boraman. O'zing eplab tura olaysanmi? Yo'q, men ham boraman. Yo'q, o'zim boraman, shart emas. Yo'q, boraman. Yur, ketdik. Yur bo'lmasam. Ikrom aka, Ha, Shirin, nima gap? sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. So'ra. Haligi men uyimga ketursam bo'ladimi? Nega? Sen kecha Akbarga dori berganmiding? Qanaqa dori? Xo'p, opajon, ichkariga ham kiraylik. Yon eshik tagida gaplashib jo'natib yubormoqchimisiz? Shifokor Akbarni zaharlanish bo'lishi mumkin dedi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dadangizni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Shu yelkamda qandaydir og'ir bir yukni ko'tarib yurgandayman qizim. Uni o'rniga esa qayerdadir bir bajruh bojan bo'lishi. Dadasi, qolganlar tashvishi o'zginasi-yu. U nima degani? Kim senga tashvish keltiryapti? Bilasanmi nima? Sani hayoting bor-ku. Kinoga o'xshab ketyapti-da. Xavotirlanib qarab turgandim. Endi nima deydi? Qachondir men ham shunaqa katta, chiroyli uyga erisharmikanman deb. Sen tug'ilganingdan keyin men bechora qarovsiz qolib ketdim. Agar birorta muammo bo'lsa ayt, tortinmay. Tushunmadim.